birinchilardan men qo'rqmay aytalaman shu o'zbekcha she'rni shuna shanson qilib aytganlarni ichida deyman. Birinchilardan men deyman. O'lsa ham erkak bo'lib afsona erkak bo'lib qolmasin erkak bo'lib erni xotin boqmasin deb o'ylasam ayollarga ham yoqar ekan bu. Bu hali bir normalniy sifatli ayol bo'lsa, baribir qaysi ayolga zalkibdi erini boqishda. To'ppa-to'g'ri. Bor-ey deydi-da. Bitta bog'bon bog'ni bog' qilish uchun necha yil umri ketadi? Butun umri ham ketishi mumkin. San'at ham shunga o'xshagan narsada, o'sha Intervyu TV. Yozaveramiz. Yozaveramiz. Kimga yoqsin, yoqmasin. So'zim og'ir botmasin. Bu dunyoda hech qachon erni xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat erni xotin boqmasin. Yordan yor chiqmasin. Shundan Xudo saqlasin. Bu dunyoda hech qachon erni xotin boqmasin. Qorlamay qolsin quyosh. Oy o'rniga chiqsin tosh. Boshla oyoq bosh. Yerine xotin boqmasin. Kimga yoqsin, yoqmasin. So'zi og'ir botmasin. Bu dunyoda hech qachon yerni xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat yerni xotin boqmasin. Og'ir ado er ahliga malomat kelganda ham qiyomat erni xotin boqmasin. Ish tushib er boshiga kelsa ayol qoshiga choqlar qalqoq toshiga yerni xotin boqmasin. Kimga yoqsin, yoqmasin. So'zi og'ir botmasin. Bu dunyoda hech qachon yerni xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat yerni xotin boqmasin. O'lsa ham erkak bo'lib afsona erkak bo'lib qolmasin erkak bo'lib erni xotin boqmasin. Erkak bo'lib
bandasi ermak bo'lib erni xotin boqmasin. Bu bevafo dunyoni biz bandasi Xudoni dil faryodi mirzoni erni xotin boqmasin. Bu bevafo dunyoni biz bandasi Xudoni dil faryodi erkakni erni xotin boqmasin. Kimga yoqsin yoqmasin, so'zim og'ir bo'lmasin. Bu dunyoda hech qachon erni xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat erni xotin boqmasin. Erni xotin boqmasin. Erni xotin boqmasin. Erni xotin ana shunaqa ashillalar. Albatta. Nima deydi? Umri o'tmaydigan mavzular, umri o'tmaydigan qo'shiqlar. Ha. Buni faqat nima deydi? O'zingiz shu maza qilish uchun kuylagansiz bu. Ha, o'zim uchun Xudo xolasa kuylaganman men. 20 yil, 30 yil, bir asr yashaydi degan bir qanaqadir nimalar bo'lmaganda oldindan. Yo'q, endi Oldin- u masalan bitta narsa borda, bog' ha. Ha. Bitta bog'bon bog'ni bog' qilish uchun necha yil umri ketadi? Butun umri ham ketishi mumkin. San'at ham shunga o'xshagan narsada. O'sha bog'ingizda hamma narsa bo'lishi kerak. Bizni ham san'atimiz bo'lsa, shu san'atimiz bog'da endi. Shu bog'da kimga nima yoqsa o'shani olish kerak o'sha yerdan. Ha. To'g'ri. To'g'rimi? Endi gap ko'p, gapiraman sizni endi hali odamlarni zeriktirib ham qo'yish mumkin, ko'p gapirib hamda. Hali qisqagina va hali lo'ndagina qilib gapirib tushuntirib qo'ysa ham bo'laveradi-da. O'sha erni xotin boqmasin degan yana boshqa shunaqa tema bo'lsa, u foydasi bo'lmaydi endi. Shu ashula bo'ldi, qoldi menda. To'g'ri. Va bundan keyin boshqa qo'shiqlar ham erni xotin boqmasin degan qo'shiq aytsa ham shundan kelib chiqa oladi, boshqa nimadan oladi. Buni Mirza Karim aka o'sha bir joyda o'qidilar. Bu 15 yil bo'ldimi-ku, bilmayman-da nechinchi yil qaysi qo'shiqda aytganimni. Keyin o'qidilar, keyin menga bering shuni dedim. Keyin yo buni palonchi qo'shiqchiga yozganman deyishdi. Keyin agar iloji bo'lsa bering dedim. Keyin bo'pti deb berdilar. Men bu qo'shiqda unaqa hali hit bo'lishini ham o'ylamaganman. Bizda shu erni xotin boqmasin degan joyini o'zi menga kerak edi-da, chunki hali meni ko'proq ulfatlarim ham hali ko'p hali nima deydi, oilaparvar, yaxshi yigitlar, yaxshi ulfatlar, shu ko'proq erkaklarni ichida yurganman-da yoshligimdan. Shu to'ylarda ham meni ayollar bor joyga o'zi kam boraman. Faqat shu erkak degan joyga borganim uchun ularga unaqa qo'shiq yoqadi. Bunday o'ylasam ayollarga ham yoqar ekan bu. Bu hali bir normalniy sifatli ayol bo'lsa, baribir qaysi ayolga zalkibdi erini boqishda. To'g'ri. Bor-ey deydi-da. O'zi ko'proq ularga yoqish kerak. O'zi Ayollarga ham yoqar ekanda. Erkaklarga endi bu bir nasihat o'laroq, lekin aslida ayollar ham shu qo'shiq desak duo qiladi, Ilohim boqmasin. onalar misol uchun Shundayda. nima qilib. To'g'ri. Ha, shuning uchun. Shu she'r aytilgan paytda darrov yuragingiz kuy chalganda, to'g'rimi? Ha, o'tirib turib. Bu yo'llar endi hali shanson deyiladi. Bunaqa stillar shanson. Bir paytlar bundan 30 yildan nariyoqda televideniyaga qo'shiq olib borsak, shunaqa stillarda aytardim-da. Endi o'sha payt ham qiziqish bor edi shunaqa shansonga. Keyin bu ovozi Vysotskiyning ovoziga o'xshar ekan deb qo'shiqlarni o'tkazishmagan hamda. Keyin vaqtlar o'tib shu yo'l mana kirdi-yu, men birinchilardan men qo'rqmay aytalaman shu o'zbekcha she'rni shuna shanson qilib aytganlarning ichida deyman, birinchilardan men deyman, shu qilib borganman.
o'sha agar muxlislar bilishadi, o'sha Vysotskiyga yaqinroq qilib ham aytganman. Endi buning ichida Mirzabek aka ham ko'p bizga turtki bo'lgan, akamiz Mirzabek aka. Mirzabek aka ham bunaqa o'sha Vysotskiyning yo'llarida juda ko'p shunaqa talqinda aytishadi. Shu mana shu narsalar sababchi bo'lganda.